Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Demak, bugungi video darsimizda yangi baholash tizimiga o'tgan maktablarda jurnalni yopish haqida gaplashamiz. Ya'ni chorak yakunlanyapti. Chorak baholarni chiqarish kerak. Ko'pchilik BSB va CSBlarni baholarni qo'yib, chorak baholarni chiqarish kerak bo'ladi. Xo'p, undan oldin videolarimni ko'rib, ko'pchilik iliq fikrlar bildirishdi, ko'pchilik izohlarda savollar, ko'pchilik rahmatli yozyapti. Hammaga rahmat. Iliq fikr bildirgan insonlarga rahmat aytaman. Demak, izohlarda ko'pchilik o'z fikrini bildirgan. Ko'pchilikka ma'qul bo'lgan videolar ko'rdim. Demak, ko'pchilik tashakkur bildirgan. Mana ularga rahmat deb aytaman. Izoh yozganlarga. Yana bir tomondan ko'pchilik izohlarni ko'rishga vaqtim bo'lmadi. Ko'pchilik endi uzr so'rayman, kimni izohiga javob qaytara olmagan bo'lsam. Hozirgi kunda endi onlayn CSB jarayonlarda tashkiliy ishlarda qatnashayotganim uchun vaqtim bo'lmadi. Lekin ko'pchilik yozyapti izohlarda, ya'ni savollar ko'p kelyapti. Shuning uchun Telegramda individualni ishlayaptim, ya'ni o'sha kim savol bergan bo'lsa shu odam bilan savol javob qilyaptim ko'pincha. Shuning uchun kanalga video olishga imkon bo'lmadi, lekin bunaqa savollar ko'payib ketgani uchun savollarni javobsiz qoldirmaslik maqsadida shu videoni qilishga jazm qildim. Demak, bugungi videoda yangi baholash tizimiga o'tgan maktablarda chorak yakunida bajariladigan ishlar haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi o'zim yuritadigan jurnal bo'yicha mana ko'rsatishim mumkin. Demak, ko'pchilikda muammo bo'layotgan, baho chiqazolmayotgan ko'pchilik ustozlarimiz savollari bu ayni 1 soatlik fanlar uchun taalluqli bo'ladi. Demak, 5-sinflarda ham informatika fani 1 soatdan. Demak, bu degani birinchi chorakda baho chiqazilmaydi, ikkinchi chorakda yil yakuni, ya'ni yarim yillik hisobida chiqaziladi. Xo'p, demak, ikkita chorakda o'rtacha baholar olinib chiqariladi. Demak, bunda ikkita chorakda ham BSB va CSB olinadi, faqat bo'lib olinadi. Demak, o'zi aslida mana shu ko'rinishda bo'lish kerak. Mana baholash degan bo'limi bor, va bu bizada mana bunda yarim yillik turibdi. Xo'p, agar shuni bosadigan bo'lsa, mana choraklik turibdi. Demak, hozir men yarim yillikka o'tkazganman. Demak, bu 1 soatliklar uchun juda ham qulay. Xo'p, agar choraklik bo'lsa, ko'pchilikda hozirgi kunda endi ko'pchilikda choraklik turibdi. Shuning uchun ko'pchilik baho chiqarishda qiynaladi. Ya'ni yarim yillikda tanlagan bo'lsak, yarim yillikda. Demak, bizda tavsiyaviy bahomizda muammo bo'lmaydi. Ya'ni tavsiyaviy bahomiz chiqadi, hammada ko'rinadi. Endi birinchi chorakka o'tadigan bo'lsak, mana birinchi chorakda ham mana menda faqatgina BSB qo'yilgan, ya'ni BSBni yarmi birinchi chorakda olingan, mana 25 ballik birinchi chorakda olingan, 25 ballik BSB olingan va buni ikkinchi yarmi, BSBni ikkinchi yarmi ikkinchi chorakda olingan. Va bitta CSB olinadi. Shunda jami BSBimiz ikkita chorak natijasiga ko'ra 50 ballik va ikkita chorakda bitta CSB 40 ballik bo'ladi. Jami shunda 90. Va formativ baholash mana menda o'zi avtomatik hisoblayapti, ya'ni formativ baholash ham chiqadi. Endi ko'pchilik qiynalayotgan narsasi shu chorak, mana shu baholash turi chorak tizimida qolib ketgan, ya'ni chorakda bo'lib ketgan. Endi buni
hozir o'zgartirish maslahat bermayman, bu kerak emas hozir, chunki chorak yakunlandi. Buni yarim yillikka administrator, ya'ni maktab administratori tomonidan amalga oshiriladigan ish. Xo'p, demak baholash turini chorak boshida, ya'ni dars jadval yuklangandan keyin qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bahola qo'yilishidan oldin, jurnal yuritilishidan oldin xuddi shuni, ya'ni 1 soatliklarni baholash tizimiga kirib, choraklikdan yarim yillikka o'tkazib qo'ysa, muammo bo'lmaydi. Xuddi shunaqa tartibda o'zi hisoblab beradi avtomat. Demak, hozir menda mana 1 soatliklarni birinchi chorakda mana baholarini qo'yilgan, BSB bahosi bor va 3 ta mana birinchi chorakda, demak, o'quvchimiz birinchi chorakda 3 ta baho olgan, ya'ni dars jarayonida 3 ta baho olgan. Demak, bu 3 ta baho birinchi chorakda kam hisoblanadi. Ya'ni formativ baholash uchun kamida o'quvchi bir chorakda 4 ta baho olish kerak. Mana bu yerda 3 ta mana. Demak, bitta baho yetmayapti. Shuning uchun mana ikkinchi chorakka o'tadigan bo'lsak, ikkinchi chorakda o'quvchimiz mana bitta baho oladi va bizda formativ baholashda mana ball kelib chiqadi. Demak, birinchi va ikkinchi chorakdagi formativ baholarni hammasini yig'indisini qo'shib bizda formativ baholar hisoblab beradi. Xo'p, undan keyin BSB mana ikkinchi BSB'miz, ya'ni ikkinchi chorakda olingan BSB baholar qo'yilgan. Demak, o'zi avtomatik tarzda hisoblab beradi, ya'ni 22 ballni qo'shadi birinchi chorakdagi BSBga mana. Demak, 42. Demak, 42 bo'lyapti. Ikkinchi chorakka o'tamiz va 30 ballni qo'shadi. Demak, 42 ga 30 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 72 bo'ladi jami va formativ baholash qo'shyapti. Mana formativ baholashda bizda 8 ball ekan. Demak, bizda jami mana 80 ball chiqadi. Va tavsiyaviy bahoda avtomatik tarzda bizda mana 4 bahosini tavsiya qiladi. Demak, xuddi shu tartibda 1 soatliklar, ya'ni 1 soatlik jurnallar xuddi shu tartibda yuritilishi kerak. Faqatgina bu yil chorak boshida xuddi shu baholash tizimi 1 soatliklarga o'zgartirib qo'yish kerak. Yarim yillik, ya'ni 1 soatlik bo'lsa yarim yillikka qo'yish kerak. Agar har chorakda, ya'ni 2 soatlik darslar yoki 1,5 soatlik darslar bo'lsa, unda chorakda turish kerak. Demak, chorakda o'tirish kerak. Misol uchun bizda 10 sinflarimizdan 2 soat hisoblasak, bizda mana. Demak, 10-sinflarda informatika fani 2 soat bo'lgani uchun bunda har chorak mana 50 ballik BSB va 40 ballik CSB olinadi. Birinchi chorakda ham xuddi shu amalga oshiriladi. Demak, 50 ballik BSB va 40 ballik CSB bu avtomatik ishlaydi. Demak, faqatgina bizda 1 soatlik fanlarda xuddi shu mana shu baholash tizimini choraklikda yarim yillikka o'zgartirib qo'yish kerak. Faqatgina chorak boshida, ya'ni chorak boshlamasdan oldin administrator tomonidan shu o'zgartirib qo'yish kerak bo'ladi. Shunda jurnal yuritishda uni muammolar kelib chiqmaydi. Xo'p, demak, bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana ko'pchilik savol beryapti. Qanday tartibda amalga oshiriladi, ya'ni boshqacha bo'lsa, demak, agar BSB'miz, demak, birinchi yarim yillikda mana birinchi BSB bajarildi, ikkinchi chorakda ikkinchi BSB'miz bajarildi, jami 50 ball bo'ladi. Shundan 40 ball avtomatik tarzda ikkinchi chorakda CSB olinadi. Formativ baholash o'zi avtomatik tarzda birinchi va ikkinchi chorakdagi dars jarayonida olingan baholarni avtomatik hisoblab chiqarib beradi. Xo'p, yana boshqa fanlarimiz bor. Ularda ham misol uchun BSB'miz 2 ga bo'lingan bo'lishi mumkin yoki bo'linmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni fanga qarab boshqa. Demak, mana keyingi jurnalimizni ko'ramiz. Demak, bu ham 1 soatlik darslar. Demak, 1 soatlik darsimiz. Xo'p, 1 soatlik darsimizda ona e'tibor bersak, bu ham baholash turi chorakda bo'lgan. Mana chorakda turibdi. Buni ham yarim yillikka o'tkazish kerak, lekin hozir o'tkazib bo'lmaydi, chunki bu agar hozir o'tkazadigan bo'lsak, bizda barcha jurnalimizdagi baholar o'chib ketadi. Bu mumkin emas. Ya'ni yarim yillikka hozir o'tkazib bo'lmaydi. Faqatgina
yil chorak boshida o'tkazilishi kerak. Ya'ni jurnal yuritilishidan oldin o'tkaziladi. Xo'p. Demak, 1 soatlik fanlarimiz baholash turi chorak tizimida qolib ketganlar nima qilish kerak? Demak, ular qiladigan ishi birinchi chorakka o'tadi. Birinchi chorakda mana o'quvchi tomonidan bajarilgan loyiha ishi, ya'ni BSB 50 balli loyiha ishi bor ekan. Demak, uni qiruvchini oladi. Qiruvchi ball ishlagan o'quvchi. Ikkinchi chorakka o'tadi. Xuddi shu o'quvchini CSB'sini, ya'ni CSB'da to'plagan ballini qo'shadi. Demak, 43 ga 30 qo'shsak 73 bo'ladi. 73. Xo'p, endi formativ baholash oladi. Demak, bu o'quvchimiz birinchi chorakda mana formativni 9 olibdi. Demak, 73 ga 9 ni qo'shamiz, bizda 82 ball bo'ladi. Mana 82 ball. Demak, ikkinchi chorakda bu o'quvchimizda jami 82 ball yiqqan va 82 ballga demak bizda 4 baho qo'yiladi. Ya'ni chorakka 4 baho chiqariladi. Demak, 1 soatlik darslarimiz yarim yillik tizimiga o'zgartirilsa, ya'ni baholash turi yarim yillikka o'zgartirilsa, demak, bunaqa og'rigarchilik, ya'ni qiyin o'qituvchilar tomonidan qiynalish bo'lmaydi. Xuddi mana shu tartibda ishlash mumkin bo'ladi. Demak, birinchi yarim yillik uchun bemalol baho chiqarsa bo'ladi. Birinchi chorakda ham hech qanaqa chorak baho uchun ya'ni ozod belgisi qo'yilmagan. Jurnalni o'zi avtomatik tarzda yarim yillik hisobida jurnalni yuritib ketadi. Xo'p, shu tartibda ustozlarimiz tomonidan chorak baholar chiqariladi. Yana bitta ko'p beriladigan savollardan bittasi, agar o'quvchi chorak oxirida kelgan bo'lsa yoki kasal bo'lsa nima qilamiz, baho qo'yilmagan bo'lsa nima qilamiz degan savollar ko'p kelyapti. Bu savollarga demak javob berdim. Yani video orqali ham ko'rsatib ketaman. Demak, e'tibor bersak, mana bizda o'quvchimiz kasal bo'lgan, mana kasal. Xo'p, demak, bizda endi qilinadigan ishimiz o'quvchidan BSB olishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi BSB olish kerak. Demak, agar o'quvchimiz kasal bo'lsa, misol uchun o'sha BSB sanasiga bemalol ishtirok etish imkoni bo'lsa, BSB olinadi. Endi agar o'quvchimiz BSB sanasidan keyin keladigan bo'lsa, unda qo'shimcha vazifa olishi mumkin, ya'ni qog'ozda va o'quvchini baholanib, baho qo'yib, o'quvchiga ball qo'yiladi. Xo'p, va buni BSB bahosini qo'yish imkoni yo'q bo'ladi, chunki bizda qulflangan bo'ladi BSBimiz, ya'ni o'sha sana o'tib ketgan bo'ladi. Xo'p, shuning uchun endi o'quvchi uchun mana yarim yillik uchun ustozi tomonidan baho chiqariladi, lekin asos qilib o'sha o'quvchidan yozma shaklda qog'ozda olib qo'yish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu o'quvchini baholanganligi ko'rsatish uchun. Xo'p, endi navoda agar o'quvchimiz BSBda ishtirok etish imkoni bo'lsa, bu demak BSB olinadi va CSB bahosi mana qo'yilishi kerak. Hozir menda qo'yilmadi. Xo'p, va birinchi chorakka o'tamiz. Demak, bizda birinchi chorakda bu o'quvchimiz mana qatnashgan, BSBni olgan mana. Demak, 21. Va ikkinchi chorakda mana bizda jami hisoblayapti. Mana demak, bizda 9 balli 16 ballga qo'shib 25 ball va bizda birinchi chorakda olingan BSB hisobiga mana bizda jami o'quvchimiz hozirgi kunda 45 ball yiqqan. Demak, endi o'quvchi tomonidan CSB bajariladi. Demak, CSB bahosini qo'yamiz. Hozir bahosini
o'quvchini bahosini qo'yamiz. Demak, bu o'quvchimiz bizda 28 olgan. Demak, mana o'quvchini bahosi qo'yildi. Xo'p, agar e'tibor beradigan bo'lsak, hali ham 45 turibdi, o'zgarish bo'lmadi. Mana yana buni obnovить qilaman, yana bitta. Demak, jurnal yangilaymiz, jurnalga kiramiz. Xo'p, mana bizda demak 73 ball baho chiqdi. Demak, o'quvchimiz bizda 73 ball oldi va to'g'ri bahoga tavsiya etiladi. To'g'ri baho. Xo'p, demak, o'quvchimiz birinchi chorakda mana qatnashmagan, ikkinchi chorakda qatnashmagan, kasal bo'lgan va faqatgina BSB va CSBlarni topshirdi. Birinchi chorakda esa mana qatnashib, formativ baholash uchun mana 4 ta baho olgan, formativ baholash uchun va BSB bahosini mana olgan. Demak, birinchi chorakda BSBni yarmini oldi va formativ baholash qo'shiladi. Ikkinchi chorakda bo'lsa faqatgina BSBni yarmini va CSBni evaziga unga mana baho chiqarish mumkin bo'ladi. Xo'p, agar sizlarda bu o'quvchi umuman qatnashmagan bo'lsa, choragi oxirida 1 kun yoki 2 kun oldin kelgan bo'lsa, demak siz avtomatik tarzda unga BSB va CSB olish imkoningiz bo'lmasa, unda demak qog'ozda olishga majbursiz. Endi ko'pchilik yana mana bu yerga qo'shimcha ustun qo'yib olishyapti. Mana biz summativga kirib BSB yaratib olishyapti. Maksimal ball 40 BSB yaratishyapti-da, 50 ballli qilib BSB deb mana bunaqa qo'shimcha ustun yaratib o'sha o'quvchi uchun alohida BSB olishyapti. Endi bu texnik jihatdan to'g'ri amalga oshirish mumkin, lekin agar har bitta o'quvchiga bunaqa qo'shib ketadigan bo'lsak, bu ustunlarimiz ko'payib ketadi. Bu xatolik hisoblanadi. Ya'ni bizda faqatgina jami hisoblash uchun bizda 50 balli BSB va 40 balli CSB turishi kerak bitta ustunlarimiz. Demak, jami hisoblaganda bu ertaga bizga o'zimizga xato bo'lishiga zamin yaratadi. Chunki baho qo'yilib ketishi mumkin yoki baho qo'yishingiz bu hisoblaganda baholar juda ham ko'payib ketadi, ya'ni katta bo'lib ketadi. Shuning uchun bu noto'g'ri, ya'ni bu kerak emas. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, demak, doim bizdan baholarimiz, ballarimiz CSB bo'lishi kerak va BSB ballari qo'yilishi kerak bo'ladi. Xuddi shu tartibda chorak baholar chiqariladi. Xo'p, demak, yana ko'pchilik qiynayotgan muammolardan bittasi, o'quvchimiz choragi eng oxirgi kuniga kelgan bo'lsa nima qilamiz degan ko'pchilik savol bergan. Ya'ni o'quvchi faqatgina 1 soat darsda qatnashgan, u ham yoki CSB yoki BSB ga ilingan bo'lsa nima qilamiz? Xo'p, endi bu holatda nima qilasiz? Manda bitta primer, misol uchun bizda bitta o'quvchimiz kelgan, mana. Ya'ni bu o'quvchimiz birinchi chorakda ham qatnashmagan, ikkinchi chorakda oxirgi mana darsiga kelgan. Bir hafta qolganda kelgan, o'qishga kelgan. Bu holatda demak nima qiladi? Bu holatda faqatgina o'quvchimiz CSB ga ilinadi. Ya'ni mana oxirgi darsimizga kelganda CSB ga ilinadi va CSB olganman o'quvchidan. Va CSB olgan CSB natijasida unga baho chiqarganman mana. Ya'ni 3 chiqargan. Ya'ni menda asos mana CSB. Formativ baholash menda 0 turibdi, chunki menda uni jurnalga baho qo'ya olmayman, chunki u o'quvchi shu kunlari bo'lmagan. Ya'ni dars jarayonida qatnashmagan o'quvchi bo'lmagan. Faqatgina o'sha qatnashgan jarayoni sanasida men CSB olganman mana. Demak, CSB. Ya'ni uni formativ baholashga men imkonim bo'lmadi. Faqatgina CSB olganim sababli unga CSB asosida uni baho chiqazganman. Endi to'g'ri ko'pchilik o'sha kunga ham, masalan, CSB olingan kunga ham baho qo'yiladi, lekin texnik jihatdan agar hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda bitta baho qo'ygan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni formativ baholash bizda o'zgarmaydi. Kamida o'quvchi
4 ta baho olish kerak, kamida 4 ta baho olish kerak. 4 ta baho olgandan keyin formativ ballarimiz o'zgaradi. Hozir bu yerga bitta baho qo'yib, ko'pchilik ustozlar baho qo'ydim deb aytishi mumkin, lekin baho qo'ygan bilan u formativ baholashda u ko'rinmaydi, ya'ni hisobga o'tmaydi. Shuning uchun CSB asosida o'quvchiga mana baho chiqarish mumkin. Mana ya'ni asos CSB, oxirgi kunda CSBda qatnashgan va CSBda olingan ballarini evaziga o'quvchi uchun chorak baho chiqarilgan mana. Xo'p, endi yana bitta savol bo'lishi mumkin. Agar bu o'quvchi yaxshi o'qiydigan o'quvchi bo'lsa, ya'ni a'lo baholarga o'qiydigan bo'lsa nima qilish kerak? Endi bu holatda siz endi mana BSBda qatnashmagan, mana bizda qorayib turibdi, buni bahosini o'zgartiramiz. Agar o'quvchi a'lo bahoga o'qiydigan bo'lsa, endi o'zingiz shu qo'shimcha, ya'ni shu o'quvchidan qo'shimcha vazifa olasiz. Qog'ozda, albatta qog'ozda olasiz va uni ishlaganiga qarab baho qo'yasiz va chorak bahoni o'sha 4 yoki 5 qilib o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. U ixtiyor o'zingizda, lekin sizda asos bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha o'quvchini haqiqatda a'lo bahoga arziydigan, ya'ni haqiqatda a'lo bahoga o'qiydigan o'quvchi ekanligini isbotlab berish uchun sizda asos bo'lishi kerak. Demak, mumkin faqatgina o'sha o'quvchidan olgan yozma ish yoki qo'shimcha vazifalarni saqlab qo'yishingiz kerak. Ya'ni asos sizda asos bo'ladi. O'quvchini haqiqatda shu bahoga loyiqligini isbotlab berishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shundagina o'quvchini haqiqatda a'lo bahoga o'qishligini isbotlab bersangiz bo'ladi. Xo'p, demak, xuddi shunaqa baholar chiqariladi, ya'ni eng oxirida kelgan o'quvchi bo'lsa ham. Chunki menda asos CSB bor. Agar o'quvchi o'sha fandan umuman BSB va CSB topshirish imkoni bo'lmasa, hozirgi variantga o'xshab mana bizda ya'ni BSB va CSB topshirmagan, ya'ni bu o'quvchida umuman ikkita chorakda baho olish imkoni yo'q. Ya'ni topshiriqlar vazifani bajarishi ham imkoni yopilgan. Ya'ni CSB vaqti mana o'tib ketgan. 16 dekabrda bo'lmagan. Ya'ni bu o'quvchimiz 16 dekabrda maktabda bo'lmagan. Faqatgina mana shu bir hafta, 5 kun qolganda kelgan. Demak, faqatgina bitta darsga ilinadi. Agar shu bir darsga umuman ilinmaydigan bo'lsa, ya'ni u to'laqonli hammasi jurnal yopilgan bo'lsa, ya'ni unda hech qanaqa baho qo'yishi imkoni bo'lmasa, unda mana shu holatda bo'ladi o'quvchi. Endi bu juda ham kamdan kam holatda bo'lishi mumkin bunday vaziyat. Xo'p, demak unda o'qituvchi, ya'ni ustozimiz shu o'quvchidan o'zi qo'shimcha vazifalar berib baho qo'yishi mumkin. Masalan, CSB va BSB topshiriqlarni beradi. Shu CSB va BSB topshiriqlariga asosan ballarini qo'shib, unga chorakli baho chiqarish mumkin. Tushunarli bo'ldi deb hisoblayman ustozlar. Savolingiz bo'lsa, izohlarda yozinglar, yana tushuntirishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.